So'z S06 modelimiz sotuvimizda 3 xil komplektatsiyada mavjud. 1.5 turbina, 1.6 turbina gibrid variant. Ko'rib turgan modelimiz gibrid variant hisoblanib, proyeksionniy adaptivniy farlar bilan jihozlangan. Tomonga keladigan bo'lsak, o'zini даже liderlarigacha, video registrator, radarlarigacha mavjud. Dalniga расходi 3 tadan 3,5 tagacha и общий aralash siklda tok bilan hisobda 1260 km ga yurib beradi. Откройте люк. Окей. Polnisi 1,5 metrli panoramalik ochib keladi. Bundan tashqari va yana ko'rib turganingizdek, sidinlarimiz perforatsionniy, polnisi terlatmaydigan. Men detskiy rejim bilan ko'rsataman. Detskiy rejimlar bilan jihozlangan. Assalomu alaykum So'z qarshi kanali obunachilari. Bugungi obzorimizda So'z S06 modelini ko'rib chiqamiz. Videoni oxirigacha ko'rsangiz to'lov usullari va mashina haqida to'liq ma'lumotni olasiz. So'z S06 modelimiz sotuvimizda 3 xil komplektatsiyada mavjud. 1.5 turbina, 1.6 turbina gibrid variant. Ko'rib turgan modelimiz gibrid variant hisoblanib, 540 kamera, samotormojeniy, linzaviy proyeksionniy adaptivniy farlar bilan jihozlangan. Tomonga keladigan bo'lsak, o'zini даже liderlarigacha, video registrator, radarlarigacha mavjud. S06 modelimizga keladigan bo'lsak, hozir sizga motorxonani ko'rsatib o'taman. Motorxonamizga keladigan bo'lsak, 1.5 turbina bilan jihozlangan. Undan tashqari o'zi zaryadlash funksiyasiga ega. Общий hisobda mashinamiz 360 ta ot kuchiga ega. Undan tashqari, agar dalniyda yuradigan yoki shahar ichida yuradigan yurtdoshlarimizga dalniga расходi 3 tadan 3,5 tagacha и общий aralash siklda tok bilan hisobda 1260 km ga yurib beradi. Mashinamiz shumma izolyatsiya bilan jihozlangan. Motor o'zi sovutish funksiyasiga ega. Mashinamiz 80% atsikonni materialda ishlangan, zanglamaydigan metal. Qalinligiga keladigan bo'lsak 1 mm tashkil etadi. Общий mashinamizga 6 yil 200 ming kilometrga garantiya beramiz. Общитasiga, zapchasi, motori, ichidagi elektronika hamma narsasiga 6 yil 200 ming kilometr garantiya beramiz. Tomoniga keladigan bo'lsak 20 disklar bilan jihozlangan. Ko'rib turganingizdek, turbolanda ham ABS tormoz sistemasiga ega. Undan tashqari turbolanda ham ventilyatsiyali disk bilan jihozlangan. Bu nima degani? Mashinamiz to'xtaganda o'zi avtomatik sovutish funksiyasiga ega. Ko'rib turganingizdek, taglari ham polnisi shumma izolyatsiyadan o'tgan. Bakiy venkalarimiz keladigan bo'lsa 540 kamera bilan jihozlangan. Bu tomonda esa slipoy zonalari bilan jihozlangan. Beskluchoy dostуп ham sensorni ishlatilgan, bunda hech qanaqa knopkasiz sensorni ishlatilgan. Bemalol sensor bilan ochsizlar bo'ladi. Ichiga o'tsangiz polnisi ichini ko'rsatib o'taman. Mashinamiz to'liq elektropривод hisoblanib, rullari elektroustullarni hisoblanadi. Голосовое управление deysizmi, cruise nazorat, avtohold hamma sistemalar bilan jihozlangan. Даже ko'rishingiz mumkin, bir marotaba boshqarsa bo'ladi. Tomonda ko'rib turganingizdek, голосовое управление orqali men lyuklarni ochaman. 1,5 metrli panorama lyuk bilan jihozlangan. Привет. Откройте люк. Окей. Polnisi 1,5 metrli panorama lyuk ochib keladi. Bundan tashqari monitorimiz keladigan bo'lsa 15.6 dyum bilan jihozlangan hamda 25 dyumli boshqaruv sensoriga ega. Bu tomonga keladigan bo'lsak 50 vattgacha beradigan besprovodniy zaryadka bilan jihozlangan. Undan ham tashqari o'zini xolodilniklari mavjud. Mashinamizda salon ichki qismiga keladigan bo'lsak, 80% nappa ko'jidan qilingan. Sidinalarda pamet sidina deysizmi, abduf abagret deysizmi, hamma funksiyalar mavjud. Undan tashqari polnisi perforatsiya bilan jihozlangan. Hech qanaqasiga qishda, yozda terlatmaydi ham, undan tashqari sovuq ham o'tkazmaydi. Podsvetkalar bilan jihozlangan. 540 kamera boya aytib o'tganimdek 540 kameralarni ham ko'rsatib o'tib ketsangiz bo'ladi. Polnisi hamma tomonlama olib beradi. Xavfsizlik jihatdan S06 modellarimiz 8 tali airbag bilan jihozlangan. Undan tashqari akustikalari keladigan bo'lsa 8 tali Sony akustikal bilan jihozlangan. S06 modelimiz lider bilan jihozlangan. Polasa udarjeniya polnisi polasadan chiqmagan holatda harakatlantirsangiz bo'ladi. Undan ham tashqari o'zini video registratori, radar, hamma narsa, hamma funksiyasi qo'yilgan. S06 modelimizga keladigan bo'lsak, общитasiga 4 ta oynada ham, bagajda ham, lyukda ham detskiy rejimlari mavjud. Ko'rsatib o'tishingiz mumkin. Polnisi qo'l qo'yganingizda boshqa bo'lganda hech qanaqasiga qisib qo'ymaydi. Modelimiz keladigan bo'lsak, har tomonlama idealniy tarzda ishlangan. Oldi orqalari dojli sensorlar bilan jihozlangan. Undan tashqari ikki bakoy, rul qiziydi va oldi orqa qizish funksiyalariga ega. Endilikda orqa qismini obzor qilib o'tamiz. S06 modelimiz 5 metrligini hisobga olgan holda, mana bo'yi ham 1.80 ligini hisobga olgan holda ko'rib turishingiz mumkin, ancha-muncha keng. Va yana ko'rib turganingizdek, sidinalarimiz perforatsionniy, polnisi terlatmaydigan
funksiya bilan jihozlangan va ko'rib turganingizdek o'zini podstakanniklar bilan jihozlangan. Orqa tomonimizda USB port va deflektorlarimiz ham mavjud. Orqa faralari ham to'liq LED bilan jihozlangan. Oldi orqa parktronikalari, undan tashqari elektrouslyonniy bagajlar bilan jihozlangan. Ko'rib turganingizdek, hammasi elektropaket, full paketdagi bagajxonamizga keladigan bo'lsak, полностью 500 litr bagaj ob'yomiga ega. Bu tomonda o'zini shtorkalarigacha bor, 10 kilogacha yuk ko'tarish imkoniyatiga ega. Ko'rib turganingizdek, полностью va podsvetkalar bilan jihozlangan. Shtorkalardan tashqari ko'rib o'tishingiz mumkin. O'zini zaryadlaydigan полностью jihozlardan tortib, balonni damlaydigan damkaratlarigacha mavjud. Baribir detskiy rejim ko'rsatish kerak. Men detskiy rejim bilan ko'rsataman. Detskiy rejimlar bilan jihozlangan. Elektropaket hisoblanadi. To'lov turlariga keladigan bo'lsak, avtomobilingizda 1 yildan 5 yilgacha рассрочкаga, undan tashqari past foizli, imtiyozli avtokreditlarimizga va naqd pulga skidka narxida sotib olsangizlar bo'ladi. Batafsil ma'lumotlar uchun pastdagi nomerlarga aloqaga chiqasiz. Barchangizni Sulton Motors Qarshi Suyuz avtosalonida kutib qolamiz.